Assalamu alaykum hörmətli televizor kökçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzdən qarşı alırıq. Xitay türməsidəki Uyğur ziyalisi İlham Toxtağa Avropa İttifaqının ən ali kişilik hüquq mükafatı bolğan Sakharov mükafatı verildi. Amerikanın muavin prezidenti Mike Pence Wilson mərkəzidəki nutqida Uyğurlarni tilgə aldı. Belgiyadan Angliya qarab yo'lga chiqqan yuk mashinasida 39 Xitoy garajdan to'nlab o'lgan. Erdoğan Türkiye Yeti Cahangir'e qarshi tik turdi dedi. Tövəndə diktanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 24 oktyabr kuni İlham Toxtağa Avropa İttifaqının ən ali kişilik hüquq mükafatı bolğan Sakharov mükafatının berilganligi bugungi xabar taratqularının ən qiziq temisi bolmoqda. Fransiyanın Strasbourg şəhərindəki Avropa İttifaqının mərkəzində 24 oktyabrda ötküzülgən Sakharov mükafatını elan qilish mərasimində Avropa Parlamentinin rəisi Davud Sassoli söz qilib, İlham Toxta'nın Uyğur Xitay xalqları arasındakı dialoq və düşünüşni ilgiri sürgən bir ziyalı ekanligini, shundaqla bu mukofot orqali Xitoy hökumətini İlham Toxta'ni qo'yib etishga va oz sonli millatlarning huquqiga hurmat qilishga chaqirdiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lgandek, İlham Toxta apandi Xitoy hukumatining adolatsiz milliy siyosiy qarshi kurash qilganlik uchun 2014-yili 9-oyda davlatni parchalash jinoyati bilan qo'lga olinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Texi 30-sentyabr kuni Yevropa İttifaqının Vaslav Havla erkinlik mukofotiga erishgan İlham Toxta bir oydan keyin yana Yevropa birligining eng oliy mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotiga erishganligining e'lon qilinishi Uyg'ur jamoatini ko'p suyundirib qolmasdan İlham Toxta guruhining raisi Anvarjon apandini mubak xursand qilgan. Anvarjon apandi bu vaqt to'xtalganda bu mukofotning İlham Toxtaga berilishining muhim ahamiyatlari to'g'risidagi qarashlarini sharhlab, İlham Toxta apandining 2014-yildan buyon erishgan xalqaro mukofotlari to'g'risida atrofli to'xtaldi. G'arb matbuotlari 2019-yillik Sakharov mukofotining İlham Toxtaga berilganligini keng tashviq qilish bilan birga, yana İlham Toxta mansub bo'lgan ijtimoiy to'pluq millionlagan begunoh Uyg'urlarning Xitoy hukumatining jazo lagerlarida azob chekayotganligini tilg'anmoqda. Yevropa İttifaqının ən ali mukofoti bo'lgan Sakharov mukofoti har yili bir qatim kishilik huquq va erkinlik yo'lida kurash qilgan shaxslar yoki tashkilotlarga berilgan bo'lib, qiymati 50 ming yevro. Bu mukofot 1988-yili Yevropa İttifaqının ən ali mukofoti qilib bekitilgan. Oktyabr kuni Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence apandi Washingtondagi Wilson mərkəzində Xitoy haqida muhim bayonot berib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini ko'p qatim tilga oldi. Mike Pence apandi bayonotida Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalasi haqida to'xtalib, Xitoy hukumatining millionlagan kishilarning milliy va diniy kimligini yo'qotish siyosatining zarbisida zulm chekayotganligi, Xitoy 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonni tutqun qilganligi, Amerikaning Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur qatorliq musulmonlar qilayotgan muomalasini jazolaganligi, yana davomli jazo yurgizadiganligini, oldin qayda prezident Trump Xitoy amaldorlariga viza cheklimiz qo'yganligi, shundaqla yana rayondagi 20 jamoat xavfsizlik idorasi bilan 8 Xitoy shirkatini Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlarga yurgizilgan ziyonkashlikda rol o'ynaganligi uchun jazo tadbiri e'lon qilganligini bildirib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda dunyoning hech qanday yerda ko'rilib boqmagan yuqori texnikalik nazorat sistemasini yo'l qo'yayotganligi, kishilarning gen uchurlarini, qon avrishkisini, hatto ko'z qarichuq avrishkisini elayotganligini ta'kidlagan. Muavin prezident Mike Pence so'zining davomida yana Amerikaning Amerikadagi NBA basketbol komandasining fikri erkinligi masalasida Xitoyga tiz ekanligini tanqid qildi. Mike Pence bu qatimliq Xitoy haqida bergan maxsus nutqida Amerika hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatlarida davomli holda hamkorlik tarafdori bo'lib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumatining buningga texnik o'g'irligi, tijorat tengsizligi qatorliq uyg'un bo'lmagan harakatlar bilan javob qaytarganligini bildirib, bu tarixning endi oyoqlashganligini eskartgan. Amerika ovoz xabarida 24 oktyabr kuni Belgiyadan Angliyaga mangan uzun yuk mashinasida 39 kishining to'nlab o'lib qolganligi tilga olindi. Ularning Xitoy garajdan ekanligi Angliya soqchilari tomonidan dalillangan. Angliyadagi Xitoy konsulimi bu vaqtda tekshirmoqda ekan. Xabarda o'lgan 39 kishining 31 er, 8i ayol kishi bo'lib, ularning Bulgariyadan yo'lga chiqib Belgiya porti orqali Angliyaga kirgan. Ularning salohiyati tezdan tekshirilib e'lon qilinishi mumkin ekan. Bu jasadlar Londonga 20 kilometr kelgan sanoat rayonida bir yuk to'shig'ich avtomobilning ko'zipida bayqalgan bo'lib, mazkur avtomobilning Shimoliy Irlandiyalik 25 yoshli shoferi Holly Xadni voqeaga aloqador qotil bo'lishi mumkin deb gumon qilinib so'roq qilinmoqda ekan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Reislik sarayida 105-navbatlik mahalliy komiteti boshliqlari kursining ochilish marosimida so'z qilib, Turkiyaning Yeti Jahangir kuchga qarshi beshini tik tutib turayotganligini, Yevropa parlamenti umumiy kengashining Suriyada uchish cheklangan rayon ta'sis qilish taklifini sunganligini xotirlatib, mazkur taklifni Suriyaning har qaysi joylarida 100 minglarcha begunoh xalq Bashar Asad hokimiyatining va boshqa kuchlarning havo bombardimonlarida jon berayotganda o'tirg'i qo'yganligini, Turkiyaning chegarasi bo'yicha qurilmoqchi bo'lgan terrorlik koridorni yanjib tashlash uchun birsidan ruxsat olishga ehtiyoj yo'qligini bildirdi.
Türkiye askerlarining va Suriya milliy armiyalarining harakat rayonida tinish harakat olib berayotganligini, bu jarayonda terroristlar oldiga chiqsa adabini berish eng aqalliy huquq hisoblanadiganligi, terrorlik tashkilotlardan har qanday birini, ismini, bayrog'ini yoki formasini almashtirib, qaytadan oldiga chiqarmoqchi bo'lganlarning to'ziqiga tushmaydiganligini, Suriya xalqining hayoti va kelajagini rayonga munosabatlik cho'ng planning mazasi sifatida foydalanmoqchi bo'lganlarga birinchi bo'lib qarshi chiqadiganligini, butkul dunyoni demokratiya, qonun davlati, kishilik huquq uchun PKK, YPG'ning eng to'van deganda terrorlik tashkiloti Daeshga o'xshash xatarlik terrorlik tashkiloti ekanligini ko'rishga, qabul qilishga va shuning qarta pozitsiya tutishga chaqirdiganligi, to'g'ri deb bilgan yo'lda ilgirlashdan chekinmay, badalning cho'ng yoki kichikligi bilan hisoblashib o'ltirmaydiganligini ta'kidladi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.